olmasanız gerek de olayım. Bir de siz aytgan aşunlar olanlarını bizning hammamiz yüreğimizden şunday joy aldı. Xudayim ijodimizga ijod, quvvatimizga quvvat, ilhomimizga ilhom hamisha qo'shila borsin. Bundan keyin yaxshi kunlarimizda hamisha yana ana shu san'at dastangiz bilan xizmat qilish sizga nasib qilaversin. Sizning hamisha tilagingizdamiz. Katta rahmat hammangizga. Katta rahmat Qo'raboyga o'tgan tilak qolishlarınız uchun. Hurmatli azizlar, inson bir yerda kamol topib, ana shu o'zi mehnat qilayotgan korxonasini bergan mablag'i bilan oilasini boqib, halollik bilan to'la o'tkazsa, bundan ham katta davlat vaqt iqbol bo'lmasa kerak. Rajabboy akam ham ko'p yillar mobaynida dehqonimizni, hayotimizni ob-hayoti bo'lmuş, ekin-tekinlarimizni qoni bo'lmuş, xalqimizni suv bilan ta'minlash korxonasida ishlab, obro' e'tiborda loyiq bo'lib kelayotgan otaxonlardan biri ekan. Buyuk to'y davrasining aziz mehmoni, butun suv qurilishi kollektiv a'zolari bilan buyuk to'yga muntazirlik bilan, yaxshi niyatlar bilan kelib o'tirgan Raymonboy akam Qoyilov ham ana shu korxonani ham rahbari sifatida, ham elimizning bir yaxshi insoni sifatida har so'zlarini kelin bilan keyinlarga olib berishlarini iltimos qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Raymonboy akam xonadonning aziz mehmonlari. Men shu o'z nomimdan shu 100 dan ortiq ishlaydigan suv xo'jaligi kollektivi nomidan Rajabboy akamni shu yilgi qo'sha kelin olgan to'yi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bu qo'sha kelinlar shu Rajabboy akamning oilasiga baxt kelgan bo'lsin. Shu boshi ochib til yumshoq bo'lsin. Bu yoshlar shu nimaiki oldlariga qo'ygan yaxshi niyat tilaklari bo'lsa shunga erishdilar. Ham mavoq shu Rajabboy akamning uyiga to'yga keladi. Shu 2 yoshdan qo'sha oqlar yo'lgandan kelib Rajabboy akamni tabriklab o'tiradi. Hem o vakti bo'lsinlar, shu hem o boshi to'ydan chiqmasin. Hem o to'ylarga keladi. Katta rahmat Raymonboy akamning so'zlariga uchun. Hurmatli azizlar, marhamat yana buyuk to'yimizning ajoyib san'atkori bo'lmuş Rustamboy boshlig'i davrasida tomoshabinlar navbatni beramiz. Yana navbat o'zining yuragidan qaynoq chiqqan otash nafas so'zlarini sizlarning yuragiga joy qilish uchun yaxshi niyat bilan to'yga tashrif buyurgan san'atkorlarga
gülmedim ha Gülümdeki yavrum Adamı güler ki Oynamadım gülmedim ha Gülümdeki yavrum Adamı güler ki Aziz mükerrem ayın kalın Aziz mükerrem ayın kalın Sana var yok şu seni ama yakınlarım Adam da güler ki Ama yakınlar elim Kalbimde güler ki
Bo'lsa ham on sizni ko'rgach, yo boshim din ush siz bilan tog' uzaydiz, misli ohu yoki qush, biz turib katta berdik, bir nafas yonimga tush. Do'stlarim gapiring haq so'zlarni, do'stlarim aytimiz tirak so'zlarni. O'sbaq qo'ydingizmi qoshimizga, bunchalar ham qarodir. Bilmadik bu qoshingizdan qancha dillar povradir. Balki shirin emas, sizni o'zingiz shirinmidingiz, yo g'azallarda bitilgan ulparivash sizmidingiz? Azizlar, yuqorida aytganimizdek, dil so'zlarini ochishni do'stlardan eshitamiz. Marhamat. Katta rahmat Shomurodjon aytgan so'zlaringiz uchun. Hurmatli azizlar, hurmat ila intizom bilan so'z navbatini muqaddas xonlar eshitamiz. Assalomu alaykum vaqti kechasining baxtiyor qatnashchilari. Mana bugun biz Bahodir og'amlar va Umid xonlarning, Kenjaboy va Salomat xonlarning umrlarida bir marta bo'ladigan nikoh kechalariga yig'ilishgan ekanmiz. Men shu fursatdan foydalanib bu yoshlarga uzoq umr, sihat, salomatlik, bundan keyingi oila ishlarida katta muvaffaqiyatlar tilayman. Hamisha baxtli Katta rahmat. Sizni ko'rsam ochilsin gullar, sizni ko'rsam yonsin bulbullar, sizni ko'rgan bir topsin jon, siz yurgan yeri ko'rmagay xazon. Kenjaboyni eng yaqin do'stlaridan Narimon gapiradi. Marhamat Narimon. Assalomu alaykum, hurmatli davra qatnashchilari. Mana bugun do'stimiz Kenjaboy va uning shu bugundan e'tiboran yo'ldoshi bo'lmish Salomatlarning nikoh kechasida va salom bo'lmish Bahodirlarning va uning umr yo'ldoshi bo'lmish Miraxonlarning nikoh kechasiga yig'ilgan ekanmiz. Men shu fursatdan foydalanib o'rtada yoshga uzoq umr va saodat, kelgusi ishlarda zafarlar tilayman. Va shu bilan birga Recep akamlarni va Amasla xonlarni qo'shaloq kiyimlar bilan chiqayotgan tabriklayman. Rahmat. Jahonning shodligi yig'ilsa butun, do'stlar didoridan o'linmas ustun. Ha, do'stim har bir aytgan so'zi olam do'stga quvonch baxshida qiladi. Endiki so'z navbatini Matlubaxonga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana bugun biz Bahodir og'am va uning shu bugundan e'tiboran umr yo'ldoshi bo'lmish Umidaxonlar hamda sinfdoshlarimiz bo'lmish Kenjabek va uning umr yo'ldoshi Salomatxonlarni visol oqshomga yig'ilgan ekanmiz. Men shu fursatdan foydalanib bu ikkala yoshga uzoq umr, baxt, saodat tilayman va ularning uzum mevasli shirin farzandlari ko'p bo'lsin. Baxt tilayman baxtiyorlar nomidan, baxt tilayman qaro ko'zlar nomidan, baxt tilayman ushbu do'stlar nomidan, baxt tilayman shaxsan o'zim nomimdan. Katta rahmat. Hurmatli azizlar, mana tepamizda Zuhro yulduzi miltillamoqda. Yana so'z aytish navbatini ana shu Zuhro yulduzidek hamisha osmonimizda parloq turadigan kelajagimiz bo'lgan, oilamizning baxti saodati bo'lgan yoshlardan so'z eshitamiz. Kecha oqshom falakda oy bo'zarib botganda Zuhro
qattiroq xanda otganda men seni esga oldim, birinchi muhabbatim, eslab xayolga toldim, birinchi muhabbatim. Aziz singiljonlar, hamisha qalblaringizda ana shu birinchi muhabbat bir umrga mustahkam bo'lib qolsin. Navbat muqaddas Ruhiyaxonga. Rahmat. Qutlug' bo'lsin senga bugun kelinchak, yo'llaringda baxtu shodlik yor bo'lsin, chaban bo'lib gulga to'lsin muhabbat, boshing uzra osmon beg'ubor bo'lsin. Sigal baxt bersin u asrasin hayot, gullardan bo'shatsin oppoq poyandoz, uchirma qush kabi chiqarding qanot, kelinchak oq yo'lda baxtliga peshvoz, hamisha baxt bo'lsin. Katta rahmat. A'lo mamlakatning a'lo farzandi, bilib qo'yki, seni vatan kutadi. Marhamat, so'z navbati Bahodirjonning eng yaqin do'stlaridan biri Shavkatjonga. Rahmat sizlar. Assalomu alaykum. Akalar, ukalar, opalar va singillar. Biz mana shu 2 yosh, şimdi 2 yosh nikoh to'yiga kelganmiz. Ularga baxt sa'odat, shu umrlari gücümdek damat taşasın. Oğuzlarının şu farklı karalı darak dediğin boy taksın. İndiki kulakalasa şu kulağını şu koşaraktan oğul mu kız mı, içsem oğul mu, belki şu görsem oğul olma vaktinde şöyle bunlara yakışıklı neler kurtarırdı. Eğer netmesenizden, eleştirmesenizden ben şu yeni bir kağıdın yabancı verilmiş bu Bahadır Civarımızını eğer ruhsat versen diklerken. Merhamet. Şöyle varıp ben bir eşimde bilen tebrik yapmaya çekelim. Merhamet. Hurmatli azizlar, muhabbat nigohi shundaki, unganimiz oltin bo'lib, qashshoqlik boylik bo'lib, mushkil esa dur bo'lib ko'rinadi. Shuning uchun ham oila tabiatning shoh asaridir. Hurmatli Bahodirjon bibilar, hurmatli kelinjaboy sahobatlar, sizlar ana shu hayotning shoh asarlari merhamet, raqqosa singilimiz bilan birgalikda ajoyib singillarni, do'stlarni tanlaga taklif qilamiz. Marhamat Shavkatjon, so'z aytgan, ochgan ramazondan binoatga hammadan marhamatlarga. Yalalar yanglashsin, kuylar aylansin. Davrani to'ldirib o'ynasin yoshlar. Ming qiron bilan kabutdan kabir aylanib charx urib o'ynasin yoshlar. Marhamat san'atkorlar, hozir davraga yoshlarni taklif qilamiz.
şaşıyoruz. Ülkeden süreni tatbikı kavrumuz. Benim adı güzelim, benim adı güzelim, benim adı güzelim. Benim adı güzelim, benim adı güzelim, benim adı güzelim. Benim adı güzelim, benim adı güzelim. Hasimi yok yaşlı başında, özü güzel ey güzel gül. Hasimi bak yaşlı başında, özü güzel ey güzel gül. Almadı yardım beni halı, kıralar eğilmezler gül. Kıralar eğilmezler gül. Gül gül gül, ağırmazlar gül. Senin sallayı gülmeden, seni güzel güle, seni güzel gül. Gül gül gül, ağrımızın gülü. Hakimi vakti çeşme başında, özü güzel ey güzel güller. Hakimi vakti çeşme başında, özü güzel ey güzel güller. Alma belanın bilin halı, kıralar bilmezler güller. Kıralar bilmezler güller. Gül gül gül, ağrımızın gülü. Gül gül, ağrımızın gülü.
Thank you.